O'zbekistonning haqiqiy o'rta sinfi bormi va ular oyiga qancha pul topishadi? Keling, raqamlarga yuzlanamiz. Bugun O'zbekistonda o'rtacha oylik ish haqi 4,5 million so'm, ammo Toshkent yoki katta shaharlarda yashash uchun o'rtacha xarajat 8 yoki 9 million so'mni tashkil etadi. Jahonbank statistikasiga ko'ra, o'rta sinf kuniga 15 dan 45 dollargacha daromad topadigan qatlam hisoblanadi. Bu degani mamlakatda har 5 kishidan 1 kishi shunga yaqin yashayapti. Qolgan qismi esa hali o'rta sinfga chiqish yo'lida yoki tirikchilik darajasida. Misol uchun sizning oyligingiz 8 million, 3 yoki 4 millioni ijara, 1,5 million ovqat, 500 ming transport, 1 million kredit yoki qarz, oy oxirida qolgan 1 yoki 1,5 million bu jamg'arma emas, balki tirikchilik pulidir. Demak, haqiqiy o'rta sinf uchun daromad kamida 12 milliondan 15 million so'm atrofigacha bo'lishi kerak. Biz o'rta sinfni yaratish jarayonidamiz va bu jarayon har birimizning moliyaviy to'g'ri qarorimizdan boshlanadi. Xo'sh, sizning oylik daromadingiz o'rta sinfga mosmi? Izohlarda yozib qoldiring.